Kevur uka. Toshlardan qilib qo'yilgan ekan. Bu tasmalar bor ekan, ha? Bu tasma, qopqon. Mana o'zimizdan qopqonlar bor ekan. Mana qorapas chinnilar bor ekan. Men bilan suv bo'tdan oqarmadi, bo'tdan suv. Bo'tdan jo'jalaydi. Ha, zo'r qilib qo'yibsiz-da, Mehmet. Nima suv oqmayapti bo'tdan? Hozir kech paytga yoqadi. Ha. Yoqsa, kech Mana payt shu ovoringni Mehmetlarni olib shu. Amazonga qilib qo'yibsiz o'tlarni. Mana. Beximi bu? Ha, bexa. To'lan bo'lishini betga. Xo'roz, mana illari ham bor ekan bu. Kevur uka, men bu yerda ham novor, kaptarxonani ham zo'r qilib qo'ygan ekan bu yoqdan ko'rinishini qara. Bu yoqda xo'roz tovuqlarni ina ekanda. Soat ham qo'yib qo'yibdilar. Soat nima qo'yilgan endi o'tga? Obed berishadi. Ha. Qahva xizmatda nima bilan video olaman deb hayajonlanib ketdi. Dacha ekan-da bu o'tlar. O'kala. Salqinli ekan. Ayoqda katta basseyn bor ekan mana. O'sha eshikdan O naryoqdagilar nima to'g'ridigilar? kaptar bor o'zini. Kaptar. To'g'ri turibdi pastda mana. Ha, to'slar ham bor ekan hozir. O'sha yerda ham bitta ovor edi. Mana qaranglar. To'slar qo'shinikidan chiqib yotsa ekan. Qo'shnilarga aylanib yurar ekan bu to'slar. Mana sekin qo'llari chiqib, xuddi kattariga o'xshab aylanib kelaverar ekan mana. Hayt. O'rgangan ekanda. To's qaraylik yurishini. Mana aylanib yuraverar ekan qo'lida mana. Mana yo'lda ham yuribdi. Mana. Ikkinchisi